Assalomu alaykum Islomjon o'z kanali obunachilari, YouTube ishqibozlar, chorva ishqibozlar. Aziz tomoshabinlar, mana sizlarga Namangan viloyati Namangan tumani Tepao'g'ondan firmani o'zidan akalar bitta yaqin 10-15 kunlik yaqin birinchi qoringa kuraga chiqarmagan birinchi qoringa g'unajini obunachilar bo'g'oz 9 oylik ha bu. 9 oy bo'ldi, yaqin 9 oylik. Bo'ylari shu 1.45 plus minusdagi mol. Agalar mol yo'qsa o'zini mol sifatiga nimasiga bitta lakka bosib qo'ying agalar. Holatiga, semizligiga, jonivari. Birinchi qoringa o'sha olaman degan juda ko'pchilik mendan so'raganda akalar, mana tayyor, naq deganlarga mana zavodskiy to'qol akalar. Oq kiprik, oq tumshuq deydimi? Hamma joyda kelgan akalar. Novot rangidan. Mana akalar. Ko'ringlar, xudo xolisa narxini ham fermer o'zidan savdolashib olaverasizlar akalar. Haligi olib sotar emas, fermer o'zidan, dehqon o'zidan savdolashib olaverasizlar akalar. Molda yeb ichishi hamma yo'q zo'r ekan. Endi yeb ichishi nimadan ham semizligini qarang, endi eti bo'g'oz, o'ta semirib ketgan ekan jonivar. Yelim qo'zg'ab qopti akalar. Kuni qopti xolos o'zi. Orqalaridan ham bilsangiz bo'ladi. Ko'ring akalar. Xo'p, aka bu sementalga qo'yilgan, bu nimaga qo'yilgan? Sementalga qo'yilgan. Sementalga qo'yilgan. Kuragi yo bor yo yo'q. Kuragi adashmasam bo'lsa kerak. Endi g'unachiligida olgansiz, endi buni g'unachiligida shu qo'ygansiz. Ammo o'ta chiroyli boqilgan. Sifatini ko'ring akalar, buqada bo'lib ketgan jonivar. Semirib, buqada bo'lib ketgan. Mol holati zo'r. Endi bu yoq tarbiyalab olsangiz, sekin tarbiyalab olsangiz akalar, to'g'dirib mana 4 ta yilimi 4 joyda akalar. Yelim qo'zg'ab qopti birinchi qoringa, onajin zo'r holatda. Yerga yaqin holatda akalar. Mana. Aka buni narxini nima deymiz aka buni? Molingizni. Narxi 65 million, kami bor, kelishtirib beramiz. Kamini qilib berasiz aka? Kamini qilib beraman. Endi bari o'zingizga dehqonchilik aka bu. Dehqonchilik. Kamini qilib berasiz. Endi raza xo'jalik bo'lib ekan, molingiz aka, raza xo'jalik bo'lib ekan. Sifatini qarang akalar. Mashalloh deb qo'ying akalar, mashalloh. Nasib qilsa olmaydiganlar ham mashalloh aka, kommentariyaga yozib qo'ying akalar. Holatini qaranglar. Bu darajaga keltirib olish ham oson emas molni. Sifatini qarang akalar. Biz 80 million, 75 million, 70 million demaymiz akalar. Mana 65 million kami bor. G'ich-bich kami bor. Telefon qilishaversin aka, kamiga o'tib berasiz baribir. Dehqonchilik aka baribir sizniki. Qayerga o'tib beramiz? Telefon. Haliga olib sotib, foyda qilsa sotaman demaysiz baribir siz aka. Mana akalar. Molni qarang. O'zini o'zi maqtaydigan mol. Bu jonivar. Hozir zagondan ushatib, faqat olib chiqib beylattirdim hozir molni. Akalar. Haliga tuftasini, biragini chiqargan ular, zo'rini chiqaryaptilar. Umuman hech tomonli hali biror yerda ayb degan narsa yo'q mollar qarang akalar, turishini qarang. Jonivar. Hop, aka telefon nomeringiz necha aka? 99lik 99lik ha. 390 390 0081. 0081. Mana akalar, mana belini qarang, jonivar belini qarang akalar. Belini. Mashalloh. Bunaqa bo'lish ham oson emas akalar. Molda. Bo'ldi aka. Dolsa aka, bozoringizni bersin aka. Molingiz holati zo'r aka, vaqti zo'r molingiz. Umuman ayblaydigan joyi yo'q molingizni. Sifati ham zo'r. Xudo xolasa narxini aka dehqonlarga chiroyli qilib bersangiz, raza xo'jalik bo'lib ekan molingiz. Lakka bosamiz akalar, mana shunaqa zo'rlardan chiqarib olaveramiz.